Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz jigarda exanokok kista bor degan kasallik haqida suhbatlashamiz. Ko'plab bemorlarimiz man oylar, yillar davomida 5 yil bo'ldi, 10 yil bo'ldi, bir marta jigarimni exanokok kistasini oldirdim. 2 marta qildirdim, 3-chi marta endi qo'rqyapman degan shunaqa bemorlar uchraydi. Va menda exanokok kurt bor ekan jigarimda. Exanokok kista bor ekan deydi. U degani exanokok kista bor ekan degani xaltachani ichida suv, suvning ichida kurt bo'ladi. Shuni exanokok kurt kista deb aytiladi. Endi shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Bir marta operatsiya qildirdim, 2 marta operatsiya qildirdim. 3-chisiga endi yuragim betlamayapti degan bemorlar bezovta murojaat qiladi. Shunaqa bemorlarga tavsiyamiz, jigar muammolari bo'ladimi, har qanday jigarda kistami, o'simtami, exanokok kurtmi bo'lishidan qat'iy nazar bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizning tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida bemalol shifosi bor kelib lechini olib sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Allohning qudrati ila shu tabiiy giyohlarimiz, tabiiy siroplarimiz yordamida bemalol kelib lechini olib butunlay sog'ayishingiz mumkin. Qayta davolanishga umuman hojat qolmaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Yuqoriga efirlarimda aytib o'tgandek, bitta laykingiz bilan bitta bemor sog'ayadigan bo'lsa, Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib, 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Shuning uchun layklaringizni bosaveringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgusi efirlargacha bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolamiz.